Islomdoshlar bilan duo o'qiyapmiz. Qani, duo qo'lda ochinglar akalar. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Ilohomiy. Akalar qarang. Ilohomiy. Ketdi akalar, turinglar endi. Chilanimiz qo'yilib 10 level bo'lib, Ana, Allohu akbar. Zo'r ana. ketdi. Qadrdonlik yo'qolmasin akalar. Akalar, sizlar birinchi PUBG Sizlarga emas, topgan. silyapti, Sizlarga o'g'illar. kim aytgan birinchi PUBG totishdi? O'rtoqlar aytgan bo'lsa yotinglar. Ana. O'rtaq aytmaganlar ham bor ekan. Xo'p, davay turinglar endi. Davay. Biza klanga qo'shilish sababi bir-birimizga qadrdonlik bo'lganmi? Qadrdonlik bo'lsa davay yotinglar. Voy malades, jigarlarim, davay, turinglar. Keyingi savol. Xo'p, akalar, oxirgi marta kim minus edi shu erangga o'ynab yo rangli nima o'ynab? Kim minus edi? Davay. Minusiga yotinglar. Pashti hamma minus yedi-ku. Davay. Xo'p. Kim ota-onasidan yashirib PUBG o'ynagan bo'lsa, qani yotinglarchi? Davay. Davay, keyingi savol. Kim PUBG'da klanimizda do'sti bor va birga o'ynaydi har doim? Voy malades. Davay, gap yo'q, turinglar. Avvalo o'zingiz tanishtirgansiz, brat. Ana. Hop. Klanimizda eng kuchli gamer kim aytinglarchi? Bir kishi aytsin, keyin ovoz yig'voramiz. Toni keyin zo'r. Aza. Hop, Urmachi chiqoq. Hop, Aza deymiz. Aza deganlar yotinglar, birinchi Aza deganlar yotinglar. Hop, 3 ta ovoz. Endi Sonic deganlar yotsin. Davay, Sonic deganlar. Hop, Sonic deganlar yotsin. Davay. Hozir tengli bo'lib qoldi. Shuning uchun qaranglar, tikka turinglar. Mana shu sariq kiyimli bola bilan oq kiyimli bola, sariq kiyimli bola Aza, oq kiyimli bola Sonic bo'ladi. Qani, kim birinchi yotsa, o'sha zo'r o'ynaydi. Davay. 1 2 3. Yotdi. Aza kuchli o'ynar ekan dema. Davay akalar, mana klandoshlar bilan lobbilar qilib turamiz. Davay klanimizga qo'shilib qo'yasizlar nima akalar? Davay, like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar, davay. Davaymi bolalar? Davay. Da, urush bilan ketib, davay.